Qip-qizil etajli tortni qo'yganimizdan keyin kommentariy va direktimiz qizil rangni qanday chiqargansiz degan savollarga to'lib ketdi. Bugun shu savollarga javob beramiz. Bahonada rang tayyorlashni eng zo'r siri bilan bo'lishaman. Buni bilganingizdan keyin tayyor ranglar sotib olmaysiz. Rang tayyorlash uchun xohlagan quruq rangimizni idishimizga solib olamiz va oziq-ovqat uchun ishlatiladigan glitserinimizdan rangimiz ustiga tengma-teng miqdorda qo'shib olamiz va aralashtiramiz. Mana rangimiz tayyor. Endi uni xohlagan kremimizga qo'shib ko'pirtirib olamiz. Endi asosiy siri bilan bo'lishaman. Tortimizga qizil rang berishdan oldin oppoq krem bilan bezatib olamiz va oz miqdorda qizil kremimizdan olib yupqa qilib surtib olamiz. Chunki qizil krem ta'xir bo'lib qolish ehtimoli katta va tortlarimizni shu ketma-ketlikda bezatib olamiz. Bizda rangli tortlarga ehtiyoj kattaligi uchun shu usuldan foydalanamiz. Bu meni eng katta sirim hisoblanadi. Bu usulni qora rangda ham ishlatishingiz mumkin. Mana bir-biridan ajoyib bo'lgan bento tortlarimiz tayyor. Bu videoni tort tayyorlaydigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.